Assalomu alaykum yurtdoshlar, hurmatli obunachilar. Beda hozir har xil archalarimiz keldi. Kimdir shuningdek archalarimiz qiziq bo'ladigan bo'lsa, bemalol telefonlara bog'lanishlaringiz mumkin. Pastda telefon nomerlarimizni qoldiramiz. Manzilimizga keladigan bo'lsak, Bandan Urganchdan kelaverish. Xanqa yozuvda o'tgandan keyin, ikkinchi svetoforda o'tgandan keyin, Banda Xanqa quruqdan o'tgandan keyin, zapravkadan o'tgandan keyin, xudo xolasa yo'lda shuningdek archalarimizni chiqarib qo'yamiz. Endi navbatda sizlarga archalarimizni bir yandan tanishtirib o'tamiz, avzoratib. Bu yerda Kremskiy sosnalarimiz, Karabayır degan sorti, eng chidamli sorti. Bizani bu yerda ob-havo to'g'ri keladigan sorti. Ar Kremskiy sosnalarimizga qaraganda chidamli yaxshi, o'sishi ham boshqasi ham yaxshi bo'lib o'tadi. Bu yerda esa ko'za degan archalarimiz bor. Bular majayinlik, har xil shaklda bor. Ko'za, spiral, banzay, 4 yildan 6-7 yildan bo'lib rivojlantirilgan, o'stirilgan archalarimiz bor. Agarda kimdir shuningdek archa xizmatlari akib berish, yetkazib berish xizmatlari kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqa chiqaverasizlar. Bularimiz ko'za deb aytiladi. Shuningdek globus bo'lib natadi, yetishtiriladi. Bunda spiral archalarimiz, bularimiz Perjindan bo'lib o'sgani uchun, shuning uchun spiral deb aytiladi. Bu yerda esa banzay archalarimiz bor. Bularimiz to'ppashak shuningdek bo'lib, landshaft atmaga shuningdek narsalari yaxshi bo'ladi. Buni o'tadigan bo'lsak, nima desam bo'ladi? Bularni endi chuppa deb aytadilar. Chuppa-chupuz shuningdek bo'lib o'sadi, past stoyka bo'ladi, usti globus bo'ladi, dumalak bo'ladi. Bu yerda esa eng katta archamiz spiral archamiz. Bular 4 yillik. Kimdir shuningdek archalarimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, bog'lanib olib ketishlaringiz mumkin. Tak telefon nomerlarimizga qarab, telefon atib gaplashsangizlar, dostavka xizmatimizdan bo'y yetkazib beramiz. Bulardan tashqari, xudo xolasa gullarimiz ham 4 tane. Bu yerda Benjamin Ficus shuningdek nalarimiz bor. Burchina, bular ham bor, burchinalar ham. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqa chiqarasizlar. Burchinalarni barak o'tsak, ko'rsatamiz. Bu yerda yana burchina gullarimiz, bam shu past stoyka bo'ladi. O'zingizga xohlagan shakllarga kirizib olishlaringiz mumkin. Xohlasangiz yonboshdan atroska berdirasizlar, globus atib o'stirasizlar, xohlasangiz shuningdek stoyka atib, aytganimizdek chuppa atib o'stirishlaringiz mumkin.